Barchaga salom, qadrli do'stlar, qadrli mobil kuzatuvchilari. Navbatdagi oshxona mebelimizni o'z xonadon egalariga topshirib oldik. Oshxona mebelimizni narxlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Like va podpiska tugmasini bosishni esdan chiqmasdan oshxona mebelimizni tanishtirishda boshladik. Oshxona mebellarimizni bonuslardan boshlasak, oshxona mebelimizni bizga yangi yil bo'lyapti bu narsa. Klientlarga ham ma'qul tushyapti. Mana bunday sensorli ledlarimizni qo'yib beryapmiz. Hop, chekasiga duxovka, mikrovolovkalarni qo'yib berganmiz. Tepasiga ikki qavatli polkalarni, ichlari chuqur, bemalol ko'p idishlar sig'adi. Hop, qaydariga qanday mexanizmdan tortmalarni qo'yib berganmiz. Bemalol 40 kilogacha yuklarni ko'taraveradi. Chidamli bo'ladi bu narsa. Produktda endi xohlagan narsalarni solib qo'yaveradi. Yukka chidamli bo'ladi. Hop, bu yerga tuz idish, yog', ziravorli shunaqa narsalarni solish uchun gazni ikki yoniga chiroyli qilib dizayn qilib joylab berganmiz. Gaz plita viskilarni juda ajoyib tarzda joylab berganmiz. Taylariga chuqurgina polkalarni qilib berganmiz. Endi bu taylarda produktlar turar ekan. Mexanizmlar hammasi vakuum kuryotsiy fermali bo'lgan. Hattoki mana ruchkalarga e'tibor berib qo'yasizlar. Dizaynga asoslab qo'yib berganmiz. Hop, viskamiz 750 litrlik оборотda Goodwill'dan chiroyli qilib ustonovkalarni qo'yib berganmiz. Endi bu yerga keladigan bo'lsak, mo'yka zonamiz. Mo'yka zonasiga bu ham bonusga kiradi, aytib o'tishim kerak. Smart mo'yka 7 ta funksiyali. 7 ta funksiyali deganda 1, bu ikkinchisi, 3, 4, 5, 6 va oxirgisi 7-tinchisi bo'ladi. Shunisini bonus tarzda o'nlab beryapmiz. Yana bonusimizga nimalar kiradi? Mana bunday qoshiq podonimiz, sushurkamiz, tayda musor paqirimiz va led chirog'imiz aytib o'tganimizdek bonus bo'lib kiradi. Hop, materialni xohlaganinglarni tanlaysizlar. Xohlasanglar buni ajoyib krashini MDFdan, xohlasanglar akrildan, o'zingizlarning detallarga qarab biz yasab beraveramiz. Stalish hissasini 4 cm qalindan qilganmiz. Suvga chidamli bo'ladi. Mo'yka zonamizga bu yerga posholarni yo'q qo'ygandan keyin paddon qilib berganmiz. Bu suv shimmaydi, suvga chidamli bo'ladi. Suv silqigandan keyin bemalol olib to'kkaga joyiga qaytarib qo'yish mumkin. Uni tagiga silqigan qoshiqlarni, qurigan qoshiqlarni bu yerga taxlab qo'yish mumkin. Pichoq, qoshiq, belgi. Xo'p. Endi bu mo'ykadan yuvilgandan keyin tepada albatta shushurkasi bo'lishi kerak. Idish tovoqlarni suvni silkish uchun. Tayda musor paqirlari ham bor. Aytib o'tganimizdek, polkalari 12 qavatdan bo'ladi, tepalari. Narxiga keladigan bo'lsak, bu oshxona mebelimizni trenddagi rangdan berganmiz. 1 panometr deganda shu oshxona mebelimizni 1 metr pastdan tepagacha xuddi shunday 2 etajli variantlarini 3,5 million so'mga tayyorlab beramiz. Stansiya shunday qalin bo'ladi, mo'ykasi bo'ladi, bonuslar hamma yo'q bo'ladi. Kafel bosmagan bo'lsangiz, hatto kafelingizgacha ham o'zimiz bosib beramiz. Xo'p, kimga shunday sifatli, qulay va zamonaviy oshxona mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustonovkalarimiz mutlaqo bepul bo'ladi. Borib o'lchab, o'zimiz dizaynlarini chiqarib, chiroyli qilib xonadonimizga o'rnatib beramiz. Barchaga rahmat. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.